Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz biznes kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirgan savol, ya'ni bundan oldingi roligimizda ko'rsatgan tugul buqoq operatsiyasini ko'rsatgandik. Bizga kelgan savollar shuki, operatsiyadan keyin bemorning ahvoli qanday? Shu haqida ma'lumot bering deyishgan. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Operatsiyadan so'ng bemor bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshi qoldingizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Nima gaplar? Hamma yaxshi. Sizni yengil qo'llaringiz bilan. Bugun nechinchi kun bo'ldi operatsiyamizga? Bugun birinchi kun, kecha bo'ldik, bugun. Necha bor birinchi kun bo'lishiga? 1 soatdan birinchi kun. Qalaysiz? Qiynalmadingizmi? Juda yaxshi, rahmat. Oltin qo'llaringiz bilan mana Kuch-quvvatingiz qanday? yaxshi. Og'riqlar bo'lmadimi? Yo'q. Siz o'ylagan narsalar biz ekanmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Necha yildan beri kasalsiz opa? 26 yildan beri Oxiri oqibat oldirdingiz. oldirdim. Mana opa oxiri oqibat 26 yilda oldiribsiz. Endi ko'pchilik qo'rqadi. Hozir ham qo'rqib yurganlar bor. Qancha bu kechikkan sari, masalan, operatsiyaning davomiyligi ham oshadi, xavf oshadi, siz qiynalasiz. Shuning uchun shunaqa noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan bemorlarga ko'rsatish maqsadida olyapmiz sizni. Mana operatsiyadan keyin bemalol turib yurdingiz, ovqatlanyapsiz, isitma chiqqan yo'q, og'riqlar unchalik emas, kuch-quvvatingiz yetarli. Javob bersam ketaman ishdan ham qochmaysiz. Yo'q, endi biz o'zimiz uchun saqlab turibmiz. Yana nima fikrlaringiz bor, masalan, qanaqa nasihatlaringiz bor sizga o'xshagan bemorlarga? Hurmatli Farg'ona ahli, agar mabodo kimda bo'lsa buqoq kasalligi, mana doktorimiz Farhodjon Odiljonovichga bemalol murojaat qilinglar. Davosini topdim, mana shifosini topdim, Allohga shukr. Ba'da sababchi qilgan Farhodjon Odiljonovich bo'lsa, Xudodan. Albatta. Klinikaning sharoitlari qanday ekan? Juda ham yaxshi. Bu klinikada juda ko'p onam, o'zim, opam shifo topganmiz. Kelinglar, doktorlari a'lo darajada. Hammalaringga rahmat. Mayli opajon, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, uzr bezovta qildik. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat opajon. Xulosa o'rnida sizga shuni aytishim mumkinki, endokrinolog tavsiyasi bilan operativ davo qilinishi kerak bo'lgan tugul buqoqlarni vaqtida operatsiya qildirgan ma'qul. Bo'lmasa bemor bizga o'xshab mana 26 yil davomida shu narsadan qo'rqib kelgan va oqibatda shu holatga kelgan. Shuning uchun sizlarga maslahatimiz vaqtida oldirib tashlagan ma'qul. Agarda operatsiya haqida yoki bemorlik holati haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning xirurgimiz Turtmat Farhodjon Odiljonovichga bog'lanib, quyidagi raqamlar orqali bemorning ahvoli haqida yoki o'zingizni qiziqtirgan savollar haqida bilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.